sinf O'zbekiston tarixi 6-mavzu G'arbiy turk xoqonligi. Boshqaruv. G'arbiy xoqonlik ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan Sharqiy xoqonlikdan mutlaqo ajralib turgan. Sharqiy xoqonlik aholisining asosiy qismi chorvador ko'chmanchilar edi. G'arbiy xoqonlik aholisining kattagina qismi esa o'troq dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan mashg'ul edi. 7-asrning birinchi choragida G'arbiy xoqonlik nihoyatda kuchaygan. Uning sharqiy chegarasi Oltoyga, janubda esa Sind, ya'ni Hind daryosi bo'ylariga borib yetgan. G'arbiy xoqonlik o'ziga qaram viloyatlarni boshqarishda mahalliy sulolalarni saqlab qolgan. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan ayrim o'lkalarda esa xonadonga tegishli mansabdorlar tayinlangan. Xoqon To'ng-Yabg'u 618-630 hukmronlik qilgan davrda boshqaruv tartiblari isloh qilingan. Islohotga ko'ra mahalliy hukmdorlarga xoqonlikning Yabg'u unvoni berilib, ular xoqonning noibiga, ya'ni vakiliga aylanadilar. Shu bilan birga O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston va Toxaristonning deyarli mustaqil hokimliklari ustidan siyosiy nazorat kuchaytiriladi. Ular huzuriga xoqonlikning noiblari tudunlar yuboriladi. Biroq ichki kurash oqibatida G'arbiy turk xoqonligi zaiflashib boradi. Ijtimoiy hayot G'arbiy turk xoqonligiga birlashgan aholining ijtimoiy va xo'jaligi turlicha bo'lgan. Xoqonlik o'troq va ko'chmanchi aholiga bo'lingan. Ko'chmanchilarning asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lgan. Aholining o'troq qismi madaniy jihatdan ilg'or bo'lib, xoqonlikning ijtimoiy va iqtisodiy turmushida yetakchi ahamiyat kasb etgan. Xoqonlikda shaharlar va qishloqlar ko'p bo'lgan, aholisi dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanardi. Hunarmandlar yasagan zeb-ziynatlar va qurol-yarog'lar xilma-xilligi va nihoyatda puxtaligi bilan ajralib turardi. Ichki va tashqi savdo-sotiq ishlari shahar aholisining asosiy mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Bu sohada ayniqsa so'x savdogarlarining mavqei baland edi. G'arbiy turk xoqonligi bilan Xitoy o'rtasida 7-asrning birinchi yarmida iqtisodiy aloqalar faollashdi. Bu davrda Xitoyga 9 marotaba savdo elchilari yuboriladi. Abruy boshchiligidagi qo'zg'alon. Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoda dehqonlar tomonidan yerlarni egallash jarayoni tobora avj olib, zulm kuchayadi. O'z yer mulkidan ajralgan kashovarlar mulkdor dehqonlar asoratiga tushib, qaram-kadivarlarga aylanadi. Qashshoqlik, jabr-zulm va dehqonlar asoratiga qarshi aholi bosh ko'tarishga majbur bo'ladi. Shunday xalq qo'zg'olonlaridan biri 585-586 yillarda Buxoroda ro'y beradi. Qo'zg'alonga Xoqon xonadoniga mansub Abruy boshchilik qiladi. Qo'zg'alondan vahimaga tushgan mulkdor dehqonlar va boy savdogarlar Buxoro viloyatini tark etib, Turkiston va Taroz atrofiga borib o'rnashadilar. Ular turk xoqoniga murojaat qilib, qo'zg'alonchilarga qarshi kurashda yordam berishni so'raganlar. Turk xoqoni Qora Churin o'g'li Sher-Kishvar, ya'ni El Arslon boshliq qo'shin yuboradi. Abruy o'ldirilib, qo'zg'alon bostiriladi. Kadivar va xizmatkorlar o'z xo'jayinlari dehqonlariga qaytariladi. 585-586 yillarda Buxoroda Abruy boshchiligida qashshoqlik, jabr-zulm va dehqonlar asoratiga qarshi qo'zg'alon bo'lib o'tadi. Qo'zg'alon Sher-Kishvar El Arslon boshliq qo'shin tomonidan bostiriladi.